Agar siz o'z kanalingizga shorts videolar joylayotgan bo'lsangiz, demak kanalingiz xavf ostida. Bu ketishda yaqin orada nafaqat prosmotrlardan, balki o'z kanalingizdan ham ayrilib qolishingiz mumkin. Bugungi videoda kanalga shorts joylashni zararlari haqida aytib beraman. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Ehtimol siz ham boshlanishiga shorts yuklayman, obunachi yig'aman, keyin esa uzun videolar yuklab prosmotr to'playman deb o'ylagandirsiz. Xo'p, siz o'ylagandek ham bo'ldi deyaylik. Siz shorts orqali yaxshigina obunachi yig'dingiz, lekin ular siz o'ylagandek sizning uzun videolaringizni ko'rmaydi. Ko'pchilik kanallarda bu holatni ko'rgandirsiz. Shorts videolari 100 minglab prosmotr oladi, lekin ushbu kanal uzun video yuklaganida mingta ham prosmotr bo'lmaydi. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Gap shundaki, shorts orqali obunachi to'plash oson, ammo siz ularni qiziqtira olmasangiz, bu tomoshabinlar sizning uzun videolaringizni ko'rishmaydi. Ayniqsa siz yuzsiz shorts kanallar qiladigan bo'lsangiz, bu yana ham katta muammoga aylanadi. Chunki odamlar sizni tanimaydi va sizni eslab qolmaydi. To'g'ri, agar siz shortslar orqali yuzingizni tanitgan bo'lsangiz va kontentingiz qiziqarli bo'lsa, uzun videolarda ham prosmotr bo'lishi mumkin. Masalan, Qodir Tolipovning YouTube kanalini olaylik. U jamoasi bilan kulguli kontent qiladi. Hatto uning obunachilarining ko'pchiligi shorts orqali kelgan bo'lsa-da, uzun videolarda ham yaxshigina prosmotrlar bor. Sababi u shunchaki shorts videolarini jamlab uzun video tayyorlaydi. Natijada shortsni tomosha qilgan obunachilarga uzun videosi ham qiziq bo'ladi. Shuning uchun ham do'stlar, agar siz yuzsiz kanal yuritayotgan bo'lsangiz, faqatgina shorts bilan to'xtab qolmang. Keyingi muammo shortsda daromad past. Agar sizning shorts videolaringiz millionlab ko'rilayotgan bo'lsa ham, AdSense'dan oladigan pulingiz unchalik katta bo'lmasligi mumkin. Hattoki siz Amerikan kanal yuritsangiz ham, shorts orqali 1 million prosmotr uchun sizga YouTube atigi $20 dan $100 gacha pul to'laydi. Agarda ushbu 1 million prosmotr shorts emas, uzun video bo'lganida $500 dan $2000 gacha daromad qilgan bo'lardingiz. Albatta bu auditoriyangiz va yo'nalishingizga bog'liq. Men shunchaki o'rtacha statistikani oldim. Yana bir muammo, shorts videolarda sotuv past. YouTube orqali o'z xizmatingizni yoki biror mahsulot sotishni istasangiz, tomoshabinlar ishonchiga kirishingiz kerak. Lekin ishonch bu vaqt bilan paydo bo'ladi. Odamlar sizni qancha ko'p va uzoq tomosha qilsa, sizga shuncha ko'proq ishonadi. Aynan shu ishonchdan keyin odamlar sizdan nimadir xarid qiladi. Shorts videolar esa bu jarayonni buzadi. Odamlar sizni atigi 20-30 soniya ko'radi, keyin scroll qilib boshqa videolarga o'tib ketadi. Sizni esa eslab qolmaydi va sizga ishonishi qiyin. Shuning uchun shortslar obunachi olib kelishi mumkin, lekin sotuv olib kelishi ehtimoli juda ham past. Uzun videolarda esa odamlar siz bilan kamida 5-10 daqiqa vaqt o'tkazadi. Shu vaqt ichida siz unga qiymat berasiz, o'z ekspertligingizni ko'rsatasiz va natijada ko'rishlar kam bo'lsa ham uzun videolar ko'proq sotuv olib keladi. Endi esa shorts videolarning afzalligi haqida gaplashamiz. Birinchi afzallik bu, obunachilar soni raketa tezligida o'sadi. Agar birgina shorts videongiz virusga aylansa, u sizga 10 minglab obunachi olib kelishi mumkin. Masalan, mening bir shorts videom 12 million prosmotr olgan va natijada kanalimga 92 mingta yangi obunachi qo'shilgan. Aynan shuning uchun ham ko'pchilik youtuberlar shorts formatni tanlaydi. Ikkinchi afzalligi, yangi kanalda ham darhol prosmotr bo'lishi mumkin. Sizning kanalingizda obunachilar soni 0 bo'lsa ham, ilk yuklagan shortsingiz bir necha ming prosmotr olishi mumkin va bu sizga motivatsiya vazifasini bajaradi. Endi esa eng muhim mavzuga o'tamiz. Shorts videolar sizning kanalingizni qanday qilib o'ldiradi? Agar hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, bu ishni professional tarzda amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Chunki noto'g'ri ochilgan kanal hech qachon YouTube'da rivojlanmaydi. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga yordam beramiz. Biz sizga noldan kanal ochib, unga unikal nom, professional banner avatarka, rekomendatsiyaga chiqadigan qilib kanalingizni sozlab beramiz. Bundan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Kanal ochishga hoziroq buyurtma berish uchun ekrandagi manzilga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz.
Ko'pchilik yangi blogerlar ushbu katta xatoni qiladi. Ya'ni ular birdaniga ham shorts, ham uzun videolar qilishga harakat qiladi. Natijada na shorts sifatli chiqadi, na uzun videolar. U odamni vaqt va kuchini ikkiga bo'ladi va natijada ikkala kontent turi ham rivojlanmaydi. Shundan keyin odamda qancha harakat qildim, lekin natija yo'q degan xayollar keladi. Motivatsiya yo'qoladi. Oxiri kanalni tashlab ketadi. Agar siz sabr bilan avval uzun videolardan boshlab kanalingiz yaxshi darajaga chiqqandan so'ng shorts kontentlar qilishni boshlasangiz, bu sizga xalaqit bermaydi. Lekin doimo o'zingiz uchun qaysi kontent turi muhim ekanligini yodda saqlang va ko'proq e'tiboringizni aynan shu kontent turiga sarflang. Agarda qaysi kontent turi siz uchun muhim ekanligini bilmasangiz, men bu haqida video tayyorlaganman. Kanalimga kirib, ushbu videoni tomosha qiling. U sizga albatta yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, aralash kontent tayyorlash vaqtingizni va energiyangizni sarflaydi va natijada ikkala kontentingiz ham rivojlanmasdan qoladi. Yaxshisi, agarda shorts videolar qilmoqchi bo'lsangiz, butun kanalingizni shortsga bag'ishlang. Agarda uzun videolarga e'tibor qaratmoqchi bo'lsangiz, faqatgina uzun videolar tayyorlang. Qachonki sizda jamoa paydo bo'lganda, o'shanda ikkita kontentni ham tayyorlashingiz mumkin. Hozircha esa faqat bittasiga e'tibor qarating. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyda o'z savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!